Har safar tayyorlasam maza qilib yeydigan, hech qaysi bir tadbir va marosimlarda qolib ketmagan fencheza salatini tayyorlaymiz. Eng avvalo ishimizni stolimizni yaxshilab tozalab olishdan boshlaymiz, chunki men bundan oldin shirinlik tayyorlagandim. Ana endi go'shtlarimizni yaxshilab somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Keyin esa qizib turgan tavamizga yog' solib, go'shtlarimizni qovurishni boshlaymiz. 1-2 qovurganimizdan so'ng soya quyib, ustini dimlab qo'yamiz. 1-2 daqiqa dimlangandan so'ng piyoz va chesnok solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. So'ng tuzni solib, past olovda dimlab qo'yamiz. Salatimiz yana ham chiroyli chiqishi uchun pomidor va bodringlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib uzunchoq shaklda to'g'rab olamiz. Bu orada esa chuqurroq idishga fenchezamizni solib, ustidan qaynoq suv quyib, biroz dimlab qo'yamiz. 5-6 daqiqa tursa yetadi, aks holda ezilib ketishi mumkin. So'ngra issiq suvlarni to'kib, muzdek suvda chayib olamiz. Shunda salatimizning ko'rinishi yana ham chiroyli bo'ladi. Endi esa salatimizni yig'ishni boshlaymiz. Idishimizga pomidor, bodring, ko'kat, markovcha salatidan va qovurib olgan go'shtimiz, ketidan tuz, murch va fenchezaning maxsus ziravoridan solamiz. Mana bitta sirim bor, men fencheza salatiga yarim qoshiq tomat ham solaman. Ranglari shunda yana ham chiroyli bo'ladi. Har doimgidek eng yaxshisini siz uchun ilindim. Shu retsept bo'yicha albatta siz ham tayyorlab ko'ring.